Bugun biz bir chorvachilik fermasidagi eski kuzatuv tizimini to'liq modernizatsiya qildik. Ishni boshlaganimizda ahvol ancha ayanchli edi. 7 ta eski OnVIF kameralari va o'z xizmat muddatini o'tab bo'lgan Sitong NVR qurilmasi zo'rg'a ishlab turardi. Eng qizig'i, apparatura turgan xonada qushlar o'ziga haqiqiy sharoit qilib olishibdi. NVR va televizorning orqasiga uy qurib, mazza qilib ko'payib yurishgan ekan. Menimcha, qushlar ferma ishchilari bilan juda chiqishib ketgan ko'rinadi. Biz tizimni tubdan yangiladik. Birinchidan, 6 ta yangi Hikvision kameralarini qo'shdik. Ikkinchidan, yaroqsiz quvvat bloklarini yangisiga almashtirdik. Uchinchidan, eski kameralarning konnektorlarini yangilab, har biri uchun alohida germetik korobkalar o'rnatdik. Biz buni budjet variantda, lekin maksimal sifat bilan bajardik. Natijaga o'zingiz baho bering.